Barchaga assalomu alaykum. Men sizlar bilan Doronbek. Bugun akkauntni 0 dan 100 gacha, ya'ni 0 holatdan eng zo'r maksimalniy holatgacha qanday oson va tez ko'tarishni o'rgataman va tanga olmos deb hamma so'raydi. Qanday tez yig'adi boshqa, shu narsalarni tushuntirib beraman. Demak, boshladik. Akkaunt yangi ochdingiz, xuddi mana shunday. Bu akkauntni ham ochilganiga ko'p bo'lmagan. Endi ochilganiga yillar bo'lib ketgan, lekin o'ynalayotganiga ko'p bo'lmagan. Mana 2021-yilda ochilgan akkaunt aslida, chunki Gerard Boqay deydimi? Shu olingan. Valverde ham olinib qo'ygan ekan. Xullas, orada faqatgina sabiti o'ynalaydi. Akkauntni ochgan vaqtingiz mana bu onlayn live o'ynamang. Hammaga aytib qo'yay bu narsani. Mana bu joyni kirib umuman o'ynamang. Yangi ochgan akkaunt. Faqatgina mana bu narsa 10 kunda 2 martami keladi. Mana shuni o'ynang, tamom. Bu yerga kirib vaqtingizni sarflab o'ynab yotmang. Mana bu yerda nechinchi o'rin olgan ekanmiz? 60-o'rin olgan ekanmiz. Buni qo'yamiz, tushundingiz ha? Live umuman o'ynamang bu yoqda. 20-tayyormi, 20-tayyorda turaversin. Mana bu narsa 20 da turaversin. Iloji bo'lsa, agar sizda oldinda bo'lsa 20 ga tushirib qo'ying, shundan yaxshiroq bo'ladi. Bu yerda esa faqatgina sabiti o'ynang, yangi futbolchi olasiz, hamma narsangiz tanga olasiz. Xullas kalom zo'r bu narsa. Keyin mana bu joylarni iloji boricha bajarib ketishga harakat qiling. Ularni olib borasiz, o'zi shunday aytmasam ham. Bizni keyingi qiladigan ishimiz bu stadionni kuchaytirish bo'ladi. Stadionni iloji boricha kuchaytirib qo'ying, nima yiqqaningizdan. Menda hozir 24 ta tanga berar ekan, o'zimni uyimda o'ynasam stadion 2 ta yonboshi kuchaygan ekan. Demak, endi tanga va olmosni qanday qilib tez ishlash haqida gapiraman. Mana shundan oldin bitta videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'ling. Agarda sizga arzon tanga olmos kerak bo'lsa, mana shunday narxlar mana bu kanaldan topsangiz bo'ladi. Manzilisi chiziqcha tanga, chiziqcha pastki olmos deb yozsangiz, mana shu kanalga kelib chiqadi. Mana shu kanalda narxlar har doim yangilanib turadi. Qanday ishonamiz deydiganlarga mana spot kanalimiz bor. Spot kanalimizni spotlarni tashlab boramiz. Spot kanalining o'z chatiga kirsangiz ham bilinib turibdi mana. Mana shu bola spot kanalimga tashlaganman, mana shuni yig'ib berdim deb. Mana o'zini lechkasi ham mana pul tashlagan, yig'ib berganman. Mana shunday holatda edi. 4 kundan keyin kirgan, mana shuncha yig'ilgan. Tanga olmos kerak bo'lsa, yozaverasizlar. Lechkamni hamma biladi, mana shu meni lechkam hisoblanadi. Shuni Telegramdan o'tib yozsangiz, pulli yig'ib beramiz. Kunlari bor, kunlarni o'zim aytaman, shuncha kunda bo'ladi, shunday bo'ladi, shunday bo'ladi. Demak, mavzuga qaytamiz. Bu yerda endi bizning ishimiz tanga olmosni ko'p yig'ish uchun mana men nima qilganman? 4 ta o'yinda g'alaba qozonganman, 4 ta o'yinni yutqazganman. Qarangizlar, bu bizning uyimiz emas. Bizning agar jamoa mana bu yoqda tursa, bu bizning uyimiz bo'ladi. Bu raqibning uyi. Bunday o'yinlarda nima qilish kerak? Bizning hali akkauntimiz juda kuchsiz. Yutganimiz bilan bundan normalniy biz tanga ola olmaymiz. Chunki bu o'yinni yutqazib chiqib ketamiz. Endi biz o'zimizning uyimizda o'ynayapmiz. Qarangizlar, boya bizning komandamiz mana bu yoqda edi. Ana endi bizning komandamiz bu yoqda. Ana endi biz o'ynasak bo'ladi. Endi biz yutsak tanga ko'proq beradi. Vaqtimizni zoya ketkizmaymiz. Chunki birinchi akkaunt olgan vaqtingiz, birinchi akkaunt ochgan vaqtingiz asosiy ishingiz nima bo'ladi? Tanga to'plash, akkauntni salgina kuchaytirib olish. Mana shu narsa eng asosiy narsa. Mana shunday qilib, birinchi faqatgina o'zingiz uyingizda g'alaba qozonasiz. Raqibning uyida esa yutqazib chiqib ketasiz. O'zingiz uyingizda
qayerda o'zingiz uyingizda ekanligingizni mana bu joydan bilsangiz bo'ladi. Siz agar raqibdan birinchi turgan bo'lsangiz, o'zingiz uyingizdasiz. Agar bu joyda bo'lsangiz, ikkinchi turgan bo'lsangiz, siz raqibni uyidasiz. Tushundingizmi? Faqatgina o'zingizni uyingizda o'tib chiqaverasiz va sizga yaxshigina tanga olmos yig'iladi. Eng oson yo'li mana shu. Keyin mana bu narsalarni ham o'ynab yutib qo'ysangiz, bu ham bir yaxshi plyus bo'ladi mana. Buni ham olib yutsangiz bo'ladi. Hozir bitta olib tuzib ko'rsataman. Hozir qaranglar, bu qaysi taktika? Menga mana shu taktika yoqdi. Xo'p, jamoa sardor tanlab olamiz birinchi bo'lib. Kapitan kim bo'lishi mumkin? Foden unaqa yaxshi futbolchi emas. Darvozabon Onanani kapitan qilib so'ylab qo'yaveraman. Bu yerda o'zi yaxshi bir kapitan ham yo'q. Xo'p, bizga nima markaziy yarim himoyachi kerak endi. Markaziy himoyada bu yerda Kim Min-jaedan yaxshisi yo'q. Bu yerda Romero, Marquinhos, Hakimi zo'r baribir. Xo'p. Bular orasida kim yaxshi? Bentancur, Darder bor ekan. Menga iloji boricha tezligi bor futbolchi kerak, shuning uchun ham mana bu futbolchini olaman. Rivello italiyalik futbolchi ekan, bu yerda Valverde shubhasiz. Endi Bissouma, Ugarte menimcha bu yerda eng yaxshi futbolchi deb o'ylayman. Ya'ni ham bilmadim. Labotka ham yaxshi futbolchi lekin men Ugarteni tanlayman. Markaz. Menimcha bu yerda Viktor yaxshiroq. De Maria bor ekan, Moisekin. Xo'p. Men bu yosh futbolchi. Shu darvozabonni olamiz. Himoyachisi. Mana futbolchi adashmasam Chelsea'da o'ynaydi, Duagi. Shuni olamiz. Gundoganning reytingi 80 bo'lib qo'ygan ekan, do'stlar. 80. Xo'p, Gundoganni olamiz. Asensio, Korea, Ayersabal, Jota, Gonzales, Grealish. Kim bu yerda yaxshi? Menimcha Marco Asensio yaxshi bularning ichida. Rashford, Solot. Kim Filip bor ekan. Xo'p, Solotni olamiz. Bu yuzim bizga mana shu komanda bo'ladi. Mana shunday yutsangiz bo'ladi, do'stlar. Bu ham DPga foyda ekan, har tomonlama foydali ekan. Siz ham o'zingiz olib mana shuni yutsangiz yaxshi bo'ladi. Olmoqsiz anchagina ko'payadi. Agar sizda yana qandaydir savol bo'lsa, albatta u savolni Telegram orqali yozsangiz bo'ladi yoki bizning gruppamiz, chatchamiz bor, ana shu chatda yozsangiz bo'ladi. YouTube'da kommentariyaga yozib keltirsangiz bo'ladi. Ya'ni qanday video yoki nimani bilmayapsiz? Mana shu haqida yozsangiz, biz aynan keyingi videoni shu haqida qilishga harakat qilamiz. Kommentariyaga faol bo'linglar, aktiv bo'linglar va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Hammaga xayr, salomat bo'ling.